Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Ismim Eldor Akram va sizlar bilan 52-darsimizni boshlaymiz. Demak, mavzu o'nli kasrlarning yo'qolishi. Xo'p, o'nli kasr nima ekanligini qisqacha tushuntirishga harakat qilaman. O'nli kasr oddiyroq qilib tushuntirganda vergul qatnashgan kasrlar. Masalan, tasavvur qilaylik, 1,6 1,6 deb ketamiz qisqacharoq qilib, lekin o'zi asli o'qilishi boshqacharoq qiladi. 1,6 o'qiladi yoki 1,26 bo'ladigan bo'lsa, bu 1,126 deyiladi. Yoki 3,245 bo'ladigan bo'lsa, bu 3,1000 deyiladi. Xo'p, nima uchun aynan shunday o'qiyapmiz? Buning sababi shuki, agar verguldan keyin bitta raqam keladigan bo'lsa, 10dan deb o'qiymiz. Agar verguldan keyin ikkita raqam keladigan bo'lsa, 100dan va verguldan keyin agar 3 ta raqam keladigan bo'lsa, 1000dan tarzida o'qiladi. Albatta buni davom ettirish mumkin. Demak, yana qaytarib o'tamiz. Verguldan keyin bitta raqam kelsa 10dan deb o'qiladi, verguldan keyin ikkita raqam kelsa 100dan, verguldan keyin 3 ta raqam kelsa 1000dan deb o'qiladi. Albatta bitta misol keltirib o'taylik. Masalan, 1,5 bo'ladigan bo'lsa 1,10dan 5 deyilar ekan. 2,48 bo'ladigan bo'lsa 2,100dan 48 deyilar ekan. Yoki 5,176 bo'ladigan bo'lsa 5,1000dan 176 deyilar ekan. Xo'p, bu darsimizning nazariy qismi edi. Ana endi amaliy qismiga o'tamiz. Qani ketdik o'quvchilar. Xo'p, davom etamiz o'quvchilar. Ana endi amaliy qismiga o'tamiz. Demak, mavzu o'nli kasrning o'qilishi. Xo'p, demak boshladik. Birinchi navbatda qoidani eslab olamiz. Xo'p, o'nli kasrda verguldan keyin bitta raqam bo'ladigan bo'lsa, 10dan deb o'qiladi. Agar verguldan keyin ikkita raqam bo'ladigan bo'lsa, 100dan deb o'qiladi. Verguldan keyin 3 ta raqam bo'ladigan bo'lsa, 1000dan va hokazo. 4 ta raqam bo'ladigan bo'lsa, verguldan keyin 10.000dan shu tartibda o'qiymiz. Demak, buni albatta hozir misollar bilan ko'rib o'tamiz. Demak, boshladik. Mana ko'rib turibsiz, bizga quyidagicha son berilgan 1,8 yozilgan. Xo'p, qarang. Verguldan keyin nechta raqam bor? Verguldan keyin bitta raqam bor. Demak, biz buni shuning uchun 1,10dan 8 deb o'qiymiz. 1,100dan 8 demaymiz, 1,1000dan 8 demaymiz. Nima sababdan? Aynan 10dan 8 deymiz. Sababi verguldan keyin bitta raqam bo'layotganligi uchun 10dan deb o'qilar ekan. Demak, 1,10dan 8 mana 1,10dan 8. Xo'p, mana bu yerda o'sha narsa yozib o'tilgan. Demak, qoida juda oson, o'nli kasrning o'qilishi ham juda oson. Xo'p, ana endi ikkinchi sonimizga o'tamiz. Mana ko'rib turibsiz, ushbu son berilgan. Xo'p, verguldan keyin nechta raqam turibdi? Verguldan keyin ikkita raqam turibdi. Demak, o'z-o'zidan buni biz 100dan deb aytamiz. Xo'p, butun qismida 1 bo'lganligi uchun 1,100dan 74 deb o'qiymiz. 1,100dan 74. Demak, butuniga 1 butun bor edi. Shu uchun 1 butun dedik. Verguldan keyin ikkita raqam bo'lgani uchun 100dan 74 deb o'qidik. Va davom etamiz. Keyingi sonlarimizga ham o'tamiz. Demak, navbatdagi sonimiz. Ushbu songa qaraydigan bo'lsak, 6,1000dan 138. Nima uchun aynan 1000dan? Buni sababi verguldan keyin 3 ta raqam ekanligida. Demak, yana bir marta eslataman. Verguldan keyin bitta raqam kelsa 10dan deb o'qiymiz. Verguldan keyin ikkita raqam kelsa 100dan deb o'qiymiz. Verguldan keyin 3 ta raqam keladigan bo'lsa 1000dan deb o'qiymiz. Demak, 6,1000dan 138. Mana bu yerda yozib qo'yilgan. 6,1000dan 138. Demak, juda oson qoida ekan va navbatdagi misolimizga o'tamiz. Xo'p, 4,1000dan 25 yoki 4,100dan 25 mi o'quvchilar? Yaxshilab qarangchi, verguldan keyin nechta raqam bor? Verguldan keyin 1, 2, 3 ta raqam bor. Demak, o'z-o'zidan buni 4,1000dan 25 deb o'qiymiz. Xo'p, mana yozib ham qo'yilgan 4,1000dan 25. Xo'p, bu darsimizning oxiri edi o'quvchilar. Birinchi navbatda darsimizni kamida 10 marotaba ko'rishingizni maslahat beraman. Shunda ham qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, ushbu raqamga Telegram orqali savollaringizni yo'llashingiz mumkin. Va men barcha savollaringizga javob berishga harakat qilib ko'raman. Siz bilan Buxoro matematika maktabi va Eldor Akramov bo'ldi. Keyingi darslarda ko'rishguncha